Kelamiz bizni eshitib kelishibdi. Damas mashinalar olib kelishgan. So'raymiz, podpiska bo'lganlarmi yo'qmi? Aka, obuna bo'lganmisiz? Bitta ko'raylikchi. Gap yo'q. Akalar mana ko'rishlari mumkin. Obuna bo'lishgan ekan. Obuna bo'lganlar kelsalar, razvallar mutlaqo tekin qilib beramiz. Mashinalarni cho'tga qilib beramiz. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz, birgalikda ko'rasizlar. Ketdik. Akamiz mashinalarni chiroyli qilib berdik. Mayatni qo'yib, amortizator chashkalari, rulga pachinilar qo'yib berdik. Cho'tga bo'ldi mashina. Bitta yurib ko'rib baho berishadi. Birgalikda ko'ramiz, ketdik aka. Akamiz yurib keldilar. Hozir o'zlaridan so'raymiz. Aka, mashina qalay bo'libdi? Cho'tki. Gap yo'q. Hamma yo'q yaxshi. Ko'ngildagidek bo'libdimi aka? Ha, yaxshi bo'libdi. Katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin aka. Akamizga juda ma'qul keldi. Kim kelsa podpiska bo'lgan bo'lsa, akalar razvallarni tekin qilib beramiz. Bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida. Nomerlar qoldiramiz. Kanalga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yinglar. Sog' bo'ling.